Chesnok, sarimsoq piyoz iste'mol qilsangiz, sizning organizmingizda nimalar ro'y beradi, bilasizmi? Birinchi, jig'ildon qaynashini pasaytiradi, ya'ni oshqozonning kislotaligini pasaytirib beradi. Ikkinchi, oshqozon ichak sistemasidagi barcha parazitlarni tozalashga yordam beradi. Uchinchi, yurak-qon tomir sistemasi kasalliklarini davolaydi. To'rtinchi, qonni suyultirib, qon tomirlarida tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Beshinchi, ko'zni ravshanlantiradi. Eng oxirgisi, ya'ni oltinchisi, barcha teri kasalliklarini davolashda juda yaxshi yordam beradi. Chesnok yesam og'zimdan hidi kelib qoladi deb qo'rqyapsizmi? Unda kommentariyaga plus belgisini qoldirsangiz, biz sizga chesnok yesangiz hidi kelmasligi yo'llarini o'rgatamiz. Bu videoni chesnok yeyishdan qo'rqadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.